Nafs balosi yomon narsa. Akalar, ukalar, opalar, singillar, ehtiyot qilinglar o'zlaringizni. Umri davomida bunaqangi ishlar qilmay yurib, bir martagina fohishaga borgan, o'zi tanimaydigan fohishaga borgan. Bu ham Rossiyada. O'rtoqlari bilan birga ichgan, ichkilik ichib, keyin tekshiruv nimaga borgan, fohishaga borgan. Kelyapti, tinimsiz shamollash va hokazo muammolar bilan tinimsiz yallig'lanishlar, antibiotiklar ichyapti, yaxshi bo'lmayapti. Tekshiruvdik, mana bu VICH infeksiyasiga gumon chiqib qoldi, mana ikkita chiziq. Biz bu bemorni Speed Centerga jo'natdik, u yerda yanada aniqlik kiritish uchun. Bu bemordan so'radik, misol uchun anamnez yig'dik, stomatologda bo'ldingmi? Yaqin o'rtada yoki 6 oy ichida yo'q, bo'lmaganman. Soch soqolingni sartaroshda oldirganda kantovka, lezbiyada ishlatdingmi? Pakka ustar, yo'q, unaqa qildirmaganman. Faqat bir marta shu o'rtoqlar bilan ichkilik ichdikda, keyin o'zimiz tanimaydigan bir fohishaga bordik, deydi. Mana natijasi, ko'ryapsizlarmi? VICH infeksiya положительный belgisi chiqib turibdi. Biz buni Speed Centerga jo'natib yubordik. Borgin Speed Centerga borib, bundan da mukammalroq tekshiruvdan o'tgan dedikda jo'natib yubordik.